aqida masalalarida tushib pishqi bo'lmaydiganligi, uni yushirishga yoki uni boshqa bir gaplar bilan yumishtirishga bo'lmaydiganligini ko'ramiz. Biz Allohga ishonganlik uchun cho'qim Alloh bizga osmondan farishta tushib yordam berish kerak. Davlatimizni ozod qilib berish kerak. Yo'q, undaq Müşriklar Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a işinip onunla ergeçken sahabalarga bo'lgan zulümlerini davamlaştırdı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a tağısı Ebu Talib arkalık besim işiltidi. Lekin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu yolda kılç keyniga çekinmesden davetini davamlaştırıverdi. Sahabalar bolsa zulüm qancha kuchaygansiri imonda shuncha mustahkamlashib, shuncha jasurlashib ketadi. Haj mavsumi yiqilib kelayotgan bo'lib, müşriklar Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ning davetini her taraflardan kelgan hojilardan to'sish uchun jiddiy to'plashib, qanday qilgan vaqtida Muhammedning davetini hojimlardan to'salaymiz degan bu haqda muzokara olib boradi. Ularning ishidan so'rin beshi gap boshlab, hozir qadar Muhammedning davetini to'sish uchun har xil gaplarni qilib baqdi, lekin oqmadi. Shuning uchun biz har xil gaplarni qilmay, hammamiz bir gapga birlik kelaylik, hammamiz shu bir xil gapni qilaylik deydi. So'rindan bir odam o'rnidan turib, "Ondaqda biz Muhammedni sarang deylik" deydi. Yana bir odam o'rnidan turib, "Biz Muhammedni yolg'onchi deylik." Bu vaqtda kishilar uningga ergashmaydi deydi. Birisi uni deydi, birisi buni deydi. Oxiri Valid ibn Mughira o'rnidan turib, "Ey xaloyiq, biz Muhammedni sarang desak, uning qilgan gaplaridan uning sarang emasligini hamma odam bilalaydi. Bu gapimiz oqmaydi. Agar biz uni yolg'onchi desak, Makka xalqining hammasi uning yolg'onchi emasligini obdan biladi. Bu gapimiz oqmaydi. Shunga biz Muhammedni eng yaxshisi sehigar deylik. Chunki uning qilgan gaplari, Qur'on deb o'qigan oyatlari odamga shuncha ta'sir qiladi-ki, uningga ergashgan kishilar agar qarshi chiqsa, ayoli bo'lsa-mu, ota-onasi bo'lsa-mu, uningdan ayriladi. Sehigar mana shuningdek, erini ayoldan, ayolni eridan, otasini bolasidan ayiradi. Muhammedning qilgani dal sehigarga o'xshaydi. Shunga biz Muhammedni sehigar desak, bu gapimizga kishilar ishonadi deydi. Valid ibn Mughiraning gapiga hammasi qo'shilib, "Ondaqda biz Muhammedni sehigar deylik" deydi. Haj vaqti yetib keladi. Har tarafdan hojilar Makkaga to'plashishga boshlaydi. Mushriklar planli holda Makkada hozir Muhammad deb bir sehigar chiqdi, uning gapini tinglab qolmanglar. Agar uning gapini tinglab qolsanglar, u gap sizlarga ta'sir qilib, sizlarni ayolinglardan, ayol bo'lsanglar eringlardan, hatto bola chaqanglardan orib o'tadi. Shuning uchun uning gapiga qat'iy kirib qolmanglar va tinglab qolmanglar deydi. Mushriklarning qilgan bu ta'tir tashviqoti, ya'ni propagandasi Muhammad alayhisolamning da'vatini to'sish emas, Muhammad alayhisolamning kishilarga texmi qiziqtirib o'tadi. Payg'ambarimizning xabarsiz kishilar mushriklarning bu ta'tir tashviqoti orqali payg'ambarimizning elchiligidan, ya'ni payg'ambarimizga tushgan vahiydan xabar topadi. Shunda qilib hojilar orqali payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning elchiligi, ya'ni bir payg'ambar ekanligi hojilarning tarqishi bilan Şam, Misr ve bir qancha davlatlarga taqaydi. Qarab baqadigan bo'lsak, din dushmanlarining islomni to'sishdagi usuli bir qancha asr o'tgan bo'lsa-mu, qilch o'zgarmagan. Vositalar, usul o'zgargan bo'lsa-mu, mohiyat o'zgarmagan. Ayni davrda payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning da'vatini to'sish uchun har xil ta'tib tashviqotlarni qilgan bo'lsa, bugun kunimizda nurg'unlagan kishilar axborot vositalari orqali musulmonlarni terrorchi ko'rsatishga tirishib, islom nuridan kishilarni mahrum qo'ymoqda. Islomdan kishilarni qochirmoqda. Yana bir qism kofirlar bo'lsa, islomni apyunga o'xshatib, uni anglagan odam mas'ub qoladi. Ya'ni uningga qoyil bo'lib qoladi, xuma bo'lib qoladi deb islomni apyunga o'xshatmoqda. Yana shuningdek munofiqlarmi islomni apyunga o'xshatmoqda. Mohiyatda ikkisining usuli o'xshash. Ya'ni islomning odamni o'ziga tortadiganligini ayni davrdagi arab mushriklari va bugungi kunimizdagi kofirlarmi tunib yetgan. Bu haqiqatni yepish uchun arab mushriklari islomni sehrga o'xshatgan bo'lsa, bugungi kunimizdagi din dushmanlari, kofirlar va munofiqlar apyunga o'xshatmoqda. Lekin kafirlar, munofiqlar, mushriklar islomning nurini yepish uchun qancha tirishsa-mu, Alloh taolo o'zining nurini ustun qiladi. Chunki bu din haqiqat dini. Butun koinot va insoniyatning yaratquchisi bo'lgan Allohning dini. İnsanning tabiatiga, insonning mohiyatiga uyg'un din. Shuning uchun Qur'onni anglagan odam, bu dinni anglagan odam bu dinga mabtun bo'ladi. O'z aslini topgandek bo'ladi. Musulmon bo'lganlar ichida qo'g'daydigan tuqqanlari borlari yoki Hazrat Abu Bakrga o'xshash jamiyat ichidagi mo'tavir kishilar mushriklarning zulmiga uchramaydi. Ammo musulmon bo'lganlar ichida qo'g'daydigan tuqqanlari yo'qlari mushriklarning buzaq qilishiga va zulm qilishiga uchraydi. Tunji musulmon bo'lgan 10 sahobaning ichida Habbab ibn Ard ismli bir sahoba bo'lib, u temirchilik qiladi. Qilich so'qishga nihoyat mahir edi. U musulmon bo'lgandan tortib o'zining islomini nihoyat maxfiy tutib kelgan. Namozni maxfiy o'qiydi. Payg'ambarimiz va sahobalar bilan maxfiy uchrashadi. Chunki uni qo'g'daydigan tuqqanlar yo'q edi. Habbab ibn Ardning musulmon bo'lganligi bir kuni mushriklar tarafidan sizlab qoladi. Mushriklar uni tutib chiqib, nihoyat qattiq uradi va bir yerga o't qalab, cho'g' tushgandan keyin Habbab ibn Ardni cho'g'ning ustida yotqizib, uning ko'ksiga dassab turib, iymondan yanishga majburlaydi. Lekin Habbab ibn Ard iymondan yanmay mustahkam turadi. Mushriklar uning ko'kriga dassab, toki cho'g' o'chib, Habbabning dumchisi yerning sovuqini his qilgan qadar quyib bermay turadi. Habbabning dumbisi kuyib, qoqshal bo'lib ketadi. Nihoyat azoblanadi.
boshlanadi. Habbab payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qishig'iga kelib buni shikoyat qiladi. Ey Rasululloh, sen Allohning elchisi. Allohga bir duo qilsang, bu mushriklarni halok qilsa, bizga bir yordam bersa deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam sizlardan ilgari o'tgan kishilar Allohga ishonganligi uchun tirik tug'izib, hardilib ikkipoch qilib etilgan, temir tag'oqlar bilan taralgan. Sabr qilinglar. Shundaq bir kun keludiki, San'adan yo'lga chiqqan yolg'iz bir yo'lovchi hazır mavtga kelguncha xotirjam, Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydigan, aminlikka to'lgan bir kunlar keladi. Lekin sizlar aldirab qilyapsizlar. Chidamchan bo'linglar deydi. Tunji musulmon bo'lganlarning ichida Mus'ab ibn Umar ismli bir sahoba bo'lib, bu Makkadagi nihoyat cho'ng va boy bir jamiyatning o'g'li edi. U islomga kirishdan ilgari nihoyat qimmatbaho kiyimlarni kiyatdi va eng asl tomoqlarni yeydi. Uning kiygan chapini 200 dirhamlik chapan edi. Payg'ambarimizning davrida 12 dirhamga bir qo'y keladi. Ya'ni 200 dirhamga taxminan 16 qo'y keladi. Ya'ni Mus'ab ibn Umarning kiygan chapini sirtdan keltirilgan 16 qo'yning qimmatidagi bir chapan edi. Uning chachqan atirlari sirtdan keltirilgan nihoyat qimmatbaho atirlar edi. Bir ko'chadan Mus'ab ibn Umar mangsa, u ko'cha xili uzungacha atir purqib puraytdi. Makkadagi qizlar Mus'ab ibn Umarga yotliq bo'lishni orzu qilishadi. Mana bu sahoba tunji musulmon bo'lganlarning qatoridan edi. Mus'ab ibn Umar musulmon bo'lgandan keyin o'zining musulmon bo'lganligini oilasidan nihoyat maxfiy tutdi. Lekin Mus'ab ibn Umar musulmon bo'lgandan keyin ilgirgidek qimmat kiyim xohlashmaydigan, isl tomoqlarni xillab yemaydigan, ko'p o'ylanadigan, pat-pat yo'qolib ketadigan bo'lib qoladi. Onasi bu ahvoldan Mus'abga bir ishning ta'sir qilganligini his qiladi. Lekin uning nima ekanligini uqolmaydi. Chunki Mus'ab ibn Umar o'zining musulmon bo'lganligini maxfiy tutgan edi. Bir kuni Mus'ab ibn Umar maxfiy namoz o'qiyotgan vaqtida bir mushrik uning namoz o'qiyotganligini ko'rib, onasiga chaqib qo'ydi. Onasi buni anglab nihoyat achchiqlanib, bir kuni Mus'ab ibn Umar uyga qaytib kelgan vaqtida uningga chandurmay bir uyga boshlaydi. Mus'ab ibn Umar uyga kirgandan keyin onasi eshikni sirtdan taqib oladi va uningga agar sen diningdan yanmasang, mush uydan chiqmaysa deb uni uyga band qilib qo'ydi. İslam oshkora bo'lib 2 yil o'tgandan keyin, ya'ni payg'ambarlikning 5-yili, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom 45 yoshga kirgan vaqtida mushuklarning musulmonlarga solgan zina, bo'libmi igichaqsiz musulmonlarga solgan zulmi chekdan eshib, Makkada turish imkoni bo'lmay qoladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu yon o'ylab, oxiri tijoratchilarning Najashi podshohining nihoyat odil, hech kimga zulm qilmaydiganligini anglab, igichaqsiz musulmonlarni u yerga avatishni o'ylaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sahobalari ichidan eng qattiq zulmga uchragan va tuqqanlari yo'qlardan 12 er va 4 ayolni tashkillab, uningga o'zining kuyovli Osmonni bosh qilib va o'zining qizi Ruqiya bilan birlikda Habasistonga yo'lga soladi. Va Osmon haqida İbrahim alayhisalom va Lut alayhisalomdan keyin tunji qatim Alloh yo'lida hijrat qilgan kishi Osmonning oilasidir deydi. Qarab boqadigan bo'lsak, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hayotining bo'yicha qiyinchilik tortadigan, badal to'laydigan va xatarga duchor bo'lish ehtimoli boyada hech qachon o'zi yoki oilasini ep qochmadi. Aksicha o'zi bo'lmasa oilasining bir kishini ularning orasiga qo'shdi. Bu hijrat safari oxirining qanday bo'lishini belgilab bo'lmaydigan, Allohga tavakkul qilgan islomdagi tunji hijrat edi. Buning ichida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qizi Ruqiya va kuyovli Osmon ibn Affon bor edi. Musulmon bo'lganlik uchun onasi uyga sulab qo'ygan Mus'ab ibn Umar birbilik sahobalarning Habasistonga, ya'ni Efiopiyaga hijrat qilmoqchi bo'lganligini anglab qoladi. U fursat kutib uydan qochdi va hijrat qilmoqchi bo'lgan musulmonlarning orasiga qo'shilib oladi. Ular tarqoq holda kishilar uxlayotgan vaqtda yo'lga chiqib, Qizil dengiz bo'yidagi port to'plashadi va u yerdan tijorat kemilari orqali sog'-salomat Habasistonga berib oladi. Mushriklar ahvolni uqqandan keyin ularning keynidan darhol qovlaydi. Lekin ular allaburun Arab zamindan ayrilib Habasistonga berib bo'lgan edi. Habasiston podshohi Najashi panolik tilab kelgan musulmonlarga nihoyat yaxshi muomala qilib, ularga to'liq diniy erkinlik beradi. Mana shuningdek musulmon uchun eng qimmatli narsasi uning dini va islomi. Agar bir musulmonning iymoni xavfga duch kelsa, iymonni saqlay olmaydigan bir holat kelsa, kofir bo'lsa-mu, iymonni saqlay oladigan bir davlatga hijrat qilishi farz bo'ladi. Payg'ambarlikning 5-yili Ramazon oyi yetib keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom namoz o'qish uchun haramga kiradi. Bu vaqtda Kabening atrofida Makka mushriklarining cho'nglari, qabila oqsoqollari so'rin tuzishib o'tirayotgan edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Kabening tuyiga kelib namoz o'qiydi va namozda sur najmini o'qiydi. Makka mushriklari hozirga qadar Qur'onni zan silib anglab boqmagan edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ularga Qur'onni tinchitish uchun ularga yaqin kelib namoz o'qigan edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning o'qigan Qur'oni va sur najmi ularning quloqiga ixtiyorsiz holda kirib, qalb ta'larini chekib, ularni jimjitlikqa cho'mdirib o'tadi. Qizg'in paranglashib o'tirgan mushriklar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom o'qigan shirin tilovatdan nihoyat sukunatga tushadi. Hatto payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom suraning oxiridagi fasjudu lillahi wa'budu, Allohga sajda qilinglar va Allohga ibodat qilinglar degan bu oyatni o'qib bo'lgandan keyin sajdaga boradi. Bu vaqtda mushriklar ixtiyorsiz holda o'rnidan turib sajdaga ketadi. Sajda qilib o'rnidan turgandan keyin mushriklar birisi-birisiga tabatani qilishib, "Sen sajdaga borgandan keyin men bordim" deydi. Mushriklardan birisi Muhammad o'qigan o Qur'onda bizning but ilahlarimiz bo'lgan
Afaraytumul Lat vel Uzza deb Lat va Uzza'ning ismi tilga ilingan. Shu Lat va Uzza'ning ismi bizni o'ziga ram qilib sajda ketibdi deb o'zini Qur'onning ta'siridan ilib qochmoqchi bo'ladi. Müşriklarning cho'nglarining payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning keyin sajdaga borganligini ko'rgan kishilar müşriklarning cho'nglari, qabil aqsoqollari musulmon bo'pti degan gap so'zni taqtidi. Bu gap Makkaning ishini bir oladi va tijoratchilar orqali toki Habasistonga yetib boradi. Habasistondagi musulmonlar, voy Qurayshlarning cho'nglari, qabila boshliqlari musulmon bo'lgan bo'lsa, undaqda biz Makkaga qaytsak bo'ladi ekan deb Makkaga qaytish uchun yo'lga chiqadi. Ular dengiz kechib Makkaga yaqinlashgan vaqtda bu xabarning yolg'on ekanligini anglab, ba'zisi keyiniga qaytadi, yana ba'zisi boshqalarning himoyasi ostida Makkaga kiradi. Yana bir qismi maxfiy holda Makkaga kiradi. Makkaga maxfiy holda boshqalardan omonlik olmay kirgan sahobalarni mushriklar tutib olib, nayt qattiq qiynaydi. Boshqa muhojirlarning ochiqini ulardan oladi. Musulmonlarga bo'lgan zulm va qiyin qistoq haddidan oshadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sahobalarni bu zulmdan saqlash uchun u yon o'ylab, bu yon o'ylab, oxiri yana bir bo'lak musulmonlarni Habasistonga yo'l solishdan boshqa amal topolmaydi. Va bu qatim ilgarigidanmi ko'proq bir guruh sahobalarni to'plab Habasistonga yo'l solish planini tuzaydi. Mushuklar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning bu planini oz-to'la sizib qilib, musulmonlarga bo'lgan nazardan nayt qattiq chingitadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom planni nayt puxta tuzib 83 er 18 ayoldan tarkib topgan bir guruh sahobalarni Habasistonga yo'lga soladi. Bular ichida Qurayshning hamma jamoatlardan odam bo'lib, payg'ambarimizning tog'asi Abu Talibning o'g'li, ya'ni Hazrat Alining akasi Ja'far bor edi. Shundaqla Ja'far bu guruhga boshliq edi. Bu qatimki hijrat ilgari qatimdagiga o'xshash oson bo'lmaydi. Chunki mushriklarning nazaridan oydi ching, yana kelib hijrat qilmoqchi bo'lgan musulmonlarning soni ko'p edi. Payg'ambarimizning plani bo'yicha muhojirlar old bilan boshqa bir yo'nalishga qarab mengib, keyindan qo'g'lab kelgan mushriklarni ozdirib o'tgandan keyin, ondan keyin Habasiston qarab yo'l olib, 20 kunda Habasistonga, ya'ni Efiopiyaga sog' salomat yetib kelib oladi. Mushriklar bu qatimmi muhojirlarning keyindan yetenmaydi. Ular Qizil dengizning bo'yi kelgan vaqtida musulmonlar allburun u yerdan ayrilib bo'lgan edi. Lekin bu qatimga yetenmaslik mushriklarga nayt alam bo'ladi. Ular bo'ldi qilmay Habasistonga berib ularni qaytirib akilish planini tuzaydi. Va Habasistonga ko'p qatim berib kelib turadigan, shundaqla Habasiston podshohi Najashi bilan munosabati bo'lgan Amr ibn As va Abdullah ibn Rabi'ani nurg'un qimmatli sovg'a-salomlar bilan Habasistonga avatdi. Amr ibn As va Abdullah ibn Rabi'a Habasistonga borgandan keyin podshoh bilan ko'rishdan burun vazir huzurlar bilan ko'rishib, ularga ayrim sovg'atlik berib, ata podshohning oldiga chiqqan vaqtida qochqinlarni qaytirib kelishiga yordam berishini so'raydi. Vazir huzurlar xotirjam bo'l, u odamlarni biz san qaytirib berishga yordam qilamiz deydi. Atisi Amr ibn As va uning hamroyi podshohning huzuriga kelib, Makkadan ilib kelgan nayt qimmatli sovg'a-salomlarni podshohning oldiga qo'ydi. Va ondan gap boshlab, "Ey podshoh oliylari, bizning yurtimizning bir qism yomon g'arazli kishilar sizning davlatlarga panohlik tilab kelyapti. Ular o'zining dinidan chiqqan va sizning diningizga kirmagan bir odamlar. Ular yot bir dinning gapini qilyapti. Qabila aqsoqollari meni ularni qaytirib akirishga avatdi. Shunga ularni men qo'shib qo'ygan bo'lsalar" deydi. Podshoh gap qilishdan ilgari vazir huzurlar oqshom olgan sovg'a-salomning ta'sirida shunday qilaylik, ularni bular qo'shib qo'yaylik. Bular o'zining ishini o'zi hal qilsin, bularning ishiga aralashmaylik deydi. Ammo podshoh Najashi bu ishning tafsilotini texnik aniqlab beqish uchun sizlar o'zingizlarning dinidan chiqib, yo mening dinimga kirmay, yot bir dinning gapini qilib chiqibsizlar. Sizlar gapini qilib chiqqan din qaysi o? Menga bir deb beringlar deydi. Muhojirlarning boshlig'i Ja'far ibn Abi Talib gap boshlab, "Ey podshoh oliylari, biz ozg'unlikqa petib ketgan nodon xalq edik. Qizlarimizni, o'g'illarimizni tirik ko'matdik. Birsimizning haqqini kuchimiz yasila yavalatdik. Kuchliklarimiz ojizlarimizni buzaq qilatdik. Yomon ishlarni, zino fohishlarni qilatdik. Butlarga bosh qo'yatdik. Mushundaq paytda Alloh taolo bizning oramizdan nihoyat pok nasablik, rostchil bir odamni payg'ambar qilib tanladi. Biz uningga ishondik. U bizga Allohga hech narsani shirk keltirmaslikka, yolg'iz Allohga ibodat qilishga, boshqalarning haqqini yevamaslikka, yomon ishlarni qilmaslikka, o'g'irlik qilmaslikka, zino qilmaslikka, yetim yesirlarga va ojizlarga yordam berishga va namoz o'qishga buyurdi. Biz e'tiqod qilgan din mushu. Buning uchun ular bizga nihoyat og'ir zulmlarni soldi. O'zimizning yurtida iymonimizni saqlash imkoniyati bo'lmag'achqa, sizlarni hech kimga zulm qilmaydi deb anglab panohlik tilab keldik deydi. Podshoh Ja'far ibn Abi Talibning gapini anglab bo'lgandan keyin, sizlarning payg'ambaringlarga Alloh tushirgan kitobni bildiganlar bormi? Bo'lsa men o'qib biringlar, bir anglab boqay deydi. Ja'far ibn Abi Talib Sura Maryamni o'qishga boshlaydi. Sura Maryamdagi Maryam alayhissalom munosabatlik mazmunlarni anglagan Najashi nihoyat ta'sirlanib ko'z yosh qiladi. Podshohning yanidagi Tavrat olimlari Sura Maryamni tinglab, ko'zlarining yosh iqib, oldidagi Tavrat qog'ozlari hul bo'lib ketadi. Ja'far ibn Abi Talibning Najashi bilan bo'lgan dialogi va shundaqla Najashining oldida o'lgan Qur'onidan biz shundaq bir narsani yakunlaymiz. Ya'ni har bir da'vatchi islomni boshqalarga tushuntiruvchi, muxotabga, ya'ni anglag'uvchiga munosib va shuning munosabatlik yerdagi oyatlarni o'qishi va shundaq so'zlarni qilishi har bir da'vatchida bo'lishga
olishga tegishli sifat va axloq. Ja'far ibn Abi Talib shundaq so'zni qilg'achqa va shundaq oyatni o'qig'achqa o'qigan oyatidan Najashi ta'sirlandi. Ja'far ibn Abi Talib sur Maryamni o'qib bo'lgandan keyin Najashi ko'z yoshlarini surtib, "Sizlar elib kelgan bu din bilan Isa elib kelgan din o'rtasida cho'ng farq yo'q ekan. Sizlar mening zaminimda o'zinglarning dini bilan erkin hur yashanglar. Men sizlarni qaytirib bermayman." dedi. Najashining gapini anglagan muhojirlar nihoyat xushal bo'lib, birisi-birisi bilan quchoqlashib ketdi. Amr ibn As bu suhbatda mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, lekin aytiman podshoh bilan yana bir qatim ko'rishib, ularning tub yulduzidan qurilgan bir gapni oshkorlayman deydi. Shunda qilib, aytis yana bir qatim podshoh bilan ko'rishni talab qilib, podshohning huzuriga chiqadi. "Ey podshoh oliylari, bular Isa haqida nihoyat ig'ir gaplarni qiladi" deydi. Najashi Amr ibn Asning gapidan cho'chib ketadi va muhojirlarni chaqiringlar dedi. Ular kirgandan keyin "Sizlar Isa haqida nima deysizlar?" dedi. Ja'far ibn Abi Talib "Biz Isa haqida Alloh va uning payg'ambari nima degan bo'lsa, shuni deymiz. Isa Allohning bandasi va elchisi. U Maryam alayhissalomga Alloh taolo tomonidan tashlangan Allohning kalimasidir." deb Isa alayhissalom haqidagi gaplarni hech qanday yumshatmay, prinsipdan tushib bermay, aynan shaklda bayon qiladi. Najashi Ja'far ibn Abi Talibdan Isa haqida anglagandan keyin qo'ldagi hass bilan yaga sizib, "Biz bilan sizlarning o'tiringlarda Isa haqidagi e'tiqodimizda shunchalik mi farq yo'q ekan?" deydi. Va shundaqla "Sizlar mening ziminimda xohlagancha yashanglar, tog'dak oltin bergan taqdirdami, men sizlarni hech kim qaytirib bermayman" deydi. Va shundaqla askarlarga "Ma Amr ibn Asning so'g'isini qaytirib beringlar" deydi. Shunda qilib Amr ibn As ikkinchi qatim mag'lub bo'ladi va amalsiz quruq holatda qaytishga majbur bo'ladi. Bu ikkinchi qatimliq suhbat qarab qoladigan bo'lsak-mu, Amr ibn As xristianlarning eng nozuk nuqtasi bo'lgan Isa alayhissalom haqida gap tashladi. Ammo Ja'far ibn Abi Talib bo'lsa, yushurmay yoki tushib bermay yoki qo'rqib yo'gab o'ltirmay, uch holda biz Isa haqida Alloh va uning payg'ambari nima degan bo'lsa, shundaymiz deb Isa alayhissalomni Allohning bandasi, iloh emas degan bu aqida prinsipini uch o'tirib qo'ydi. Bundan biz aqida masalalarida tushib turishga bo'lmaydiganligi, uni yushurishga yoki uni boshqa bir gaplar bilan yumishtirishga bo'lmaydiganligini ko'ra olamiz. Habastonda qolgan musulmonlar nihoyat xotirjam holda o'zining e'tiqodi bilan erkin yashaydi. Shundaqla ular islomning haqiqatini atrofda o'ltirgan xristianlarga tushuntiradi. Mana bu muhojirlarning axloqi, muhojirlarning vazifasi. Muhojir boshqa yurtlarga borsa, u yerning ta'siriga uchrash emas, u yerda kishilarga o'zi ishongan haqiqatni tushuntirish kerak. Agar o'zi ishongan haqiqatni u yerda kishilarga tushuntirmasa, u yerda kishilar o'zi ishongan e'tiqodga, ya'ni dinga sizni chaqiradi. Shuning uchun dinni saqlash, dinni himoya qilishning eng yaxshi usuli o'zimiz ishongan bu dinni boshqalarga taqitish. Qarab baqadigan bo'lsak, Allohdan bevosita vahiy tushadigan payg'ambar bor vaqtda payg'ambarimizga ergashgan sahobalar nihoyat ig'ir zulmlarni ko'rdi. Hatto yurtida tura olmay boshqa yerga ko'chib ketishga majbur bo'ldi. Va shuningdek Kabaning to'yida o'ldirildi. Abdullah ibn Mas'udga o'xshash Qur'on o'qiganlik uchun nihoyat ig'ir tayoqlarni yedi. Bundan biz ko'rib olamizki, Alloh taolo dunyoga qonuniyat o'rnatgan. Ishlarning hammasi shu qonuniyat bo'yicha mangadi. Bir odam Allohga ishonganligi uchun uningga Alloh bevosita osmondan farishtalarni tushirib yordam qilmaydi. Musulmon oldi bilan o'zining qo'ldan keladigan hamma tirikchiliklarni ko'rsatish kerak. Alloh yo'lida aziyat ko'rsa, uningga sabr qilish kerak. Nima uchun bu zulmlarni Alloh to'smaydi demaslik kerak. Alloh taolo shu musibat, shu qiyinchiliklar tufayli bizning iymonimizning rostchilligi, qanchalik bardashlik beradiganligi va iymonimizning kuchini ko'radi. Va shuning qarta qiyomat kuni bizga mukofot beradi. Sahabalar bu nuqtani tushungachga payg'ambarimiz orasida tursimi, o'ziga qilingan zulmlarga qarta hech qanday qaqshash yoki isyon pozitsiyasi bo'lmagan. Shuning uchun Alloh taolo ularni Qur'on Karimda radhiyallohu anhum va radu anhu. Alloh ulardan rozi bo'lgan va ular Allohdan rozi bo'lgan kishilar deb sifatlagan. Bizning iymonimizga farq bo'lsa, biz Allohga ishonganlik uchun cho'qim Alloh bizga osmondan farishta tushib yordam berish kerak. Davlatimizni ozod qilib berish kerak. Yo'q, undaq ish. Alloh taolo bizga aql berdi, iqtidor berdi. Uni ishlatishimiz kerak. Ishlarning hammasi qonuniyat bo'yicha mangadi. Undaqda Alloh taolo bizga yordam bermamdi. Beradi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Va kana haqqan alayna nasrul mu'minin." Biz mu'minlarga cho'qim yordam beramiz dedi. Qachon yordam beradi? Biz qo'limizdan keladigan barliq ishlarni qilib, butun kuchimizdan tirishib bo'lgandan keyin iymonimizda mustahkam tursak, Allohga bo'lgan ishonchimizni yo'qotmasak, kelgan aziyatlarga qaqshamasak, sabr qilsak, shu vaqtda Alloh taolaning yordami keladi. Sahobalarga shunday bo'ldi. Makka davrida sahobalar shuncha qiyinchiliklarni tasimi, Habbab cho'g'ning ustida yotqizilib, cho'g' o'ch kuchiga ko'ksiga dastlab qiynalgan bo'lsa-mu, Sumayya nayzilan sanjib o'ldirilgan bo'lsa-mu, Alloh taolo ularga shu vaqtning o'zida yordam bermadi. Allohning ularga yordam bermaganligi, ularni tashlab etganligimi? Hargiz undaq emas. Chunki Alloh taolo ularning tatqin aziyatiga qiyomat kuni uningdan katta mukofot berishni iroda qildi.
Shuning uchun navbatgi kunlarimizda Alloh yo'lida kelgan aziyatlarga sabr qilish, chidamchan bo'lish va Allohga qaqshimaslik va shundaqla Allohdan osmondan mo'jizaviy shaklda yordam kutmaslik, amaliy harakat qilish, sabab qilish. Chunki biz yuqori degandek, Alloh taolo dunyoga qonuniyat o'rnatdi. Ishlar shu qonuniyat bo'yicha mangadi. Allohning yordami keladi, cho'qim keladi. Qachon keladi? Biz butun tirishchiligimizni ko'rsatib, qo'limizdan keladiganning hammani qilish bilan birga Allohga bo'lgan ishonchimizni yo'qotmagan vaqtida cho'qim keladi. Xuddi payg'ambarimizning sahobalariga Badr urushida kelgandek, Uhud urushida kelgandek. Mushriklar Habasistondan muhojirlarni qaytarib kelolmagandan keyin ichi nihoyat ochiq bo'ladi. Va bu ishni oxirlashtirish uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamni ujuqtirib o'tish niyatiga keladi. Abu Jahl mushriklarning oqsoqollarining hammasini to'plab, ularga "Sizlar ko'ryapsizlar, Muhammad bizning ilohlarımızga haqorat qilyapti. Kishilarni ozdirib, o'ziga ergashuvchi qilyapti. Mening chidag'chiligim qonidi. Men aytdim Muhammad Ka'baga namoz o'qishga kelgan vaqtida uni yo'g'on tosh bilan kallasiga urib o'ltirib etaman. Undan keyin meni Hoshim jamiyatiga tutib biramsizlar yoki qo'g'damsizlar. Bu o'zinglarning ishi. Lekin men Muhammadni chuqum o'ltirib etaman deydi. Mushriklarning oqsoqollari biz seni hargiz o'tkazib bermaymiz. Biz seni jon tikib qo'g'daymiz. Sen Muhammadni o'ltir deb uni kuch kiritdi va uni qo'llaydi. Aytsa Abu Jahl niyati bo'yicha Ka'baga kelib cho'ng bir toshni tutib payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning kelishini kutib turdi. Şu vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam odati bo'yicha Ka'baga keldi. Abu Jahl o'ltirib o'talamdi. Bu haqda kitoblar qiziqsanglar, Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim. Kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim. Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim. Kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim.